videoda biz internetda tarqalgan eng qo'rqinchli top 5 ruh, arvohlar, tashlandiq binoda videolarni siz bilan birga ko'rib chiqamiz. Biz bilan birga qo'rqish uchun hoziroq like va obuna bosib qo'ying. Bo'lmasam boshladik. Jigarlarim, bizda top 5-video boshladik bo'lmasam. Nimadir qimirlayapti, ko'rdingizmi? Men jimman, kuzatamiz. Qimirlayapti, xo'p. Strelkaga qaraymiz. Bu nima bu? Ikkinchi narsa o'zi qimirlayapti. O, balajon keldi. Qoch, balam, qoch. Nimadir qilyapti balacha, avvalda qimirlab turgan narsani. Yiqimlashini qaranglar buni. Qoch. Endi yosh balachalar tushunmaydi bu narsani. Yiqim. Jigarlarim, balacha tushunmayapti nima bo'lib turganini hozir. Ikkinchisi ham qimirlayapti. Bunga ham yugurib boryapti. Nima deb o'ylayapti bu balacha, tushunmayapman. A small toy in a dog bed can be seen sliding across the living room floor. To'g'risi men bu balacha bo'lsa, misol uchun aktyorskilik qilolmaydi deb o'ylayapman. And even starts picking up the dog bed and throwing it back siz ishondingizmi yo'qmi? Kommentariyaga hozirroq yozib qoldiring. Bu top 5-video shunaqa bo'lyapti. Haqida nima bo'lar ekan? Biz bilan birga ko'ring oxirigacha. Ketdi. Jigarlarim, bizda top 4-video. Ko'ramiz. Xo'p, divanda yotibdi. Er-xotin oyog'i ko'tarilyapti. Yo, atela qilyaptimi? Jigarlarim, hammasi kameraga tushib qolgan videolar bular. Yo'q. Yo, bu atela qilmayapti buni. Yo, oyog'ini ko'tarib qiyshaytirib tashlayapti. Baqirishini qaranglar xotinni. Eri ham yordam berdi. Yig'layapti xotin, yig'layapti. Qiyshaytirib tashladi o'zi ham. Yig'layapti bechora. Jigarlarim, ko'rdilar, judayam realniy videolar topdim sizlarga. Men to'g'risi bu ko'rsalar bo'ladi, professional kamerada olinmagan. Bu haqiqiy kamerada olingan. Eski zamon emas, oddiy kamerada olingan video kamera. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Yozinglar kommentariyaga. Men bitta-bitta o'qib chiqaman. Hoziroq bitta iltimosim bor. Like, podpiska esdan chiqmasin. Hammaning fikri men uchun qiziq. Bitta-bitta o'qiyman. Bizda top 3-video. Boshladik. Jigarlarim, bizda top 3-video. Bu video maktabda bo'lgan, Yaponiyada maktabida bo'lgan, qizlar maktabida, ular nima desam bo'larkan, hojatxona, qizlar hojatxonasida kameraga olishgan, telefonda kameraga olishgan. To'liq ma'lumot bermay, siz bilan birga ko'ramiz hozir. During their lunch break. Now in Japan there is a famous legend of a girl named Hanako-san. This young girl's spirit is said to haunt restrooms in schools across Japan. The group moves in, all of them a bit hesitant to investigate the source of the creepy sound. Yaponiyani qizchalar mana hozir gapirib tushuntirib beryapti. Hozir to'liqroq ko'ramiz. Mana boshlandi. Yig'layapti qizchalar. Ingliz tilini tushunganlar kommentariyada tarjima qilib beringlar. Tushunmaydiganlarga iltimos. Bitta oqarib ketgan qizchalarda realniy qo'rqqan. Bular bunaqangi yosh qizchalarda bular aktyorskiy qiladi o'ylamayman men aktyorskiy qiladi deb. Bular nimaga haqiqatan oxirigacha ko'radi? Oxirigacha boradi tekshirgani. Misol uchun men biror narsa ko'rib qolsam qochaman. Sizlarcha nima qilasizlar? Shuna vaziyat bo'lib qolsa, kommentariyaga yozinglar. Men baqiryapti bular. The girls are just about to leave until they ko'rdilar jigarlarini boshqatdan qaytarib ko'ringlar agar ulgurmay qolgan bo'lsaling. The horrifying distorted face of qanaqadir bitta ko'zli ruh turibdi. Qaradi kameraga, qarab turdi. Men jigarlarim emotsiyam haqiqiy. Erkachab
erkecha gap, o'zi tutilib ham qolyapman, qo'rqib ketdim hozir men ko'rib. Bu o'tib olishi mumkin emas-da, chunki kameraga olyapti, borib olyapti, bag'dan chiqib olishi mumkin emas. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozinglar. Har bitta top 5 dan tortib top 1 gacha o'z fikrlaringizni yozinglar. Bu men uchun qiziq. Sizlarga qiziq bo'lib turgan bo'lsa, men shunaqangi videolarni ko'paytiraman. Qiziq bo'lmasa, kamaytiraman bu videolarni. Jigarlarim, aktiv bo'linglar. Bizda top 2-video. Ketdi. Jigarlarim, bizda top 2-video siz bilan birga ko'ramiz. To'liq ma'lumot berib ketay hozir. Bu videoda nima desam bo'lar ekan? Yosh bolani xonasiga hozir chiqqan-ku, kamerachalar qo'yib qo'yadigan. Misol yig'lasa ovozi eshitilib turadi ratsiyaga. Shunaqangi kameraga tushib qolgan video bu. Birga ko'ramiz. Mana yosh balacha yotibdi. Xo'p. Ko'ramiz. Eshik yopildi. Nimaga shu yosh bolalar o'zini qoldirar ekan, ha? Qora sharpa paydo bo'ldi. Qimirlatyapti o'yinchoqda. Survordi o'yinchoqda. Yo'q bo'ldi. Jigarlarim ko'rdiling. Men to'g'risi top 3-video o'zi shokidaman. Hozir yana plus dabavka bo'ldi, yana shokka tushdim. Ko'rdiling, haqiqiy videolar olishga harakat qilyapman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Yozinglar kommentariyaga. Bitta like, bitta obuna ham esdan chiqmasin. Men to'g'risi har videoni sizlar bilan birga ko'rish uchun ataylab oxirigacha ko'rmayapman. Tanlab berishyapti, men videoga olib chiqyapman. Jigarlarim, top 1 video ko'rishdan oldin meni tabriklasangiz bo'ladi. Biz 10 mingta bo'ldik. Sizlarni ham tabriklayman. Sizlarni har doimgidek stilimizda. Jigarlarim, sizlarni juda yaxshi ko'raman. Biz birlashib 10 mingta bo'ldik. Endi navbat 50 ga. Jigarlarim, bu uchun nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'rib aktiv bo'lishlaring kerak va albatta hozirroq pauza qilib bitta obuna, bitta like bosib qo'ying. Haftada 2-3 ta video chiqaryapman. Jigarlarim, harakat qilyapman. Content uchun, sizlarga misol uchun ma'qul keladigan video chiqarish uchun meni podдержка qilinglar. Hozirroq bitta bosing jigarim, bosdingizlar. Haddoshi jigarim, sizlarni yaxshi ko'raman. Bizda esa top 1-video. Boshladik. Jigarlarim, joylaring yaxshilab o'rnashib olinglar. Bizda top 1-video. Bu video haqiqiy tashlandiq binoda telefonda kameraga olgan blogerlar. Sizlar bilan birga ko'ramiz va baho beramiz. This happens. Boshladik. Tashlandiq bino yoki tashlandiq uyga kirgan. Menimcha ancha 5-6 yil oldingi video bo'lsa kerak, chunki telefonim ja sifatli kameraga olmayapti. Qotib qolyapti sal. Qimirlayapti uni. Dumalab ketdi. Ko'rdilar-a? Ko'rmagan bo'lsanglar bitta qaytaringlar, hozir ko'rib olasizlar. Bitta kalla dumalab ketdi. Bag'dan aylanib o'tdi. Shunaqangi joyiga kirib video olgim kelyapti jigarlarim. Bu uchun podдержка qilinglar, like bosib qo'yinglar hozir. Qancha zo'r shu video orqasidan obuna kelsa, shu video sizga yoqqanligini bilib olaman va keyingi video men o'zim tashlandiq binoga borib video olaman. Bitta like bosing hozir. Qo'rqyapti, baqiryapti. 我教你玩，操你妈！我教你玩。 Temir tushib ketdi tepadan. Men jimni prosta shokdaman. Nima patologiya narsalar tushyapti. Qoch. Yaxshi, bu qochdi. Bu aytganimizni qilib qochdi. Yana borasanmi yo? Nima bu? A small ball inside a classroom rolls across the floor by itself. Kalla dumalaganini ko'rsatyapti. So shallow chucks it out a window. Top videoni ko'rdilarmi? Qana bo'lganini sizlar uchun ataylab topdim. Shu tashlandiq binoli videoni topdim. Jigarlarim, agar mana shu videodan 2000 ta like, 2000 ta obuna kelsa, keyingi video
tashlandiq binoda men bitta o'zim 24 soat yashayman. Sizlarga shunaqangi zo'r kontent chiqarib beraman, ko'rsatib beraman. Bu uchun nima qilish kerak? Obuna bo'lish kerak. Jigarlarim, men sizlarga bunaqangi video, shu tashlandiq video sizlarga yoqib turganini qatdan bilib olaman. Albatta, komment va like sonidan. Sizlarga ishondim. Davay jigarlarim, aktivni zo'r qilib beringlar va keyingi video tez kunda tashlandiq binoda bo'ladi. Jigarlarim, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring, sizlarga katta rahmat. Ko'rdilaring, sizlar uchun harakat qilib zo'r videolar chiqaryapman. Tez kunda videolar chiqaryapman. Yo'q, adashib ketyapman, hayajonlanyapman. Iloji boricha 2 kunda bir videolar chiqaryapman. Jigarlarim, bitta meni podдержка qiladigan sizlar bo'lasizlar. Hoziroq bitta like, bitta obuna bosib qo'ying. Menga podдержкалаring juda muhim. Sizlarning fikrlaringiz ham muhim, podдержкалаring ham muhim. Men realni sizlarga juda ham zo'r kontentlar ko'rsatib beraman. O'ylab bilgan zo'r izalarim bor. Bu uchun menga sizlar keraksizlar. Menga katta auditoriya kerak. Tashlandiq binoda tasavvur qilinglar, Xitoyga boryapmiz, unuz davlatlarga boryapmiz. Shunaqangi tashlandiq joylarga kirib qolyapmiz 24 soat. Shunaqangi videolar chiqargim kelyapti. Bu uchun sizlar menga yordam berasizlar. Bitta hozir like, obuna bosinglar. Keyingi video tez kunda chiqadi. Har doimgidek xayrlashamiz. O'tirib olamiz. To'yib olinglar menga. Jigarlarim, keyingi video tez kunda chiqadi. Yana ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.